Bag'ri tosh ona. O'g'lining harakatlaridan ko'ngli to'lmayotgan Saida baqira ketdi. Nega imillaysan? Tezroq qimirlasang bo'lmaydimi? Nosirjon yig'lab yubordi. Qiz bolaga o'xshab yig'lama, tezroq yur. Nosirjon qoqilib yiqildi. Ayasi uni turgazmadi. Tur o'rningdan, lappashang, o'zing tur. Har kuni ahvol shu. Saida ko'zi ojiz o'g'liga turli yumushlarni buyurib, qiynagan. Qo'shnilarning yosh joniga rahmingiz kelsin, ko'zi ko'rmasa, qanday qilib idishlaringizni yuvadi? Qanday qilib uylaringizni supuradi? Deyishlariga ham parvo qilmaydi. Nodirbek o'g'lining ko'zi ojizligidan bir kuyunsa, xotinining tosh yurakligidan ikki kuyadi. Singlisi tug'ilgach, Nosirjonning ishi ko'paydi. Endi singlisining beshigiga qorovul bo'ldi. Bir kuni beshik tebratib o'tirgan edi, oyisi kirib, bir siqim tugmachalarni gilam ustiga sochdi. Qani, gilamdagi tugmalarni terchi, sanab nechtaligini aytasan? Nosirjon emaklab, gilamni paypaslab tugma tera ketdi. Bo'ldi oyijon, nechta ekan? Sog'lom bolalar ham bu yoshda sanashni yaxshi bilmaydi, lekin Nosirjon sanash tugul karrani ham yoddan biladi. Bilmasa onasidan naq shapaloq yeydi-da. Oyijon, 23 ta ekan. Bekor aytibsan, ular 25 ta bo'lishi kerak. Qadrlallayma. Saida nariroqda yotgan tugmachani olib qo'ydi. Oyijon, bittasini topdim, suyunib dedi Nosirjon. Bo'pti, yana bittasini top. Nosirjon ming axtarsa ham topa olmadi. Topa olmayapman, dedi Nosirjon yig'i aralash. Ha, dangasa, shuni ham eplay olmadingmi? O'g'lining bo'yniga musht tushirdi Saida. Nosirjon singlisini uyg'otib qo'ymaslik uchun ovoz chiqarmay yig'ladi. Nosirjon maktab yoshiga yetdi. Saidaning qahri battar oshdi. Nosirjon tengdoshlari qatori mahalladagi maktabga bormadi. Shahar chetidagi maxsus maktabga olindi. Yaxshiyam otasining ish joyi shu tarafda. O'g'lini o'zi olib borib, tushlik vaqti olib keladi. U maktabda unchalik qiynalmadi. O'rtoqlari hali sanashni, o'qishni o'rganayotganida u bemalol qo'shib, ayirib, matnlar ham tuza olardi. Harakatli o'yinlarda ham uning oldiga tushadigani yo'q edi. Tarbiyachilar ham xursand. Nosirjon bir qarashda ko'zi ojizga ham o'xshamasdi. Fanlardan, ayniqsa musiqaga ko'ngil qo'ydi. Pianinoning oldidan ketmay qoldi. Ustozi Saidani chaqirtirdi. Singlim, Nosirjonda musiqaga qiziqish nihoyatda kuchli. Alohida darslarga kirsa, nima deysiz? Ha, biron narsa chiqsa shug'ullanavering. Bu javobdan ustozning ta'bi xira bo'ldi. Biroq Nosirjon bilan astoydil shug'ullana boshladi. Yillar o'tib Nosirjon avval shahar, keyin respublika miqyosidagi tanlovlarda g'olib bo'ldi. Uning yaqin do'sti, doimiy hamrohi pianino edi. Ohanglar orqali u dunyoni kashf eta boshlagan edi. Nosirjon 14 yoshida xalqaro tanlovga taklif qilindi. Betxaven tug'ilgan yurtdagi dunyoning manaman degan sozandalari chiqqan sahnaga chiqar ekan, Nosirjonni hayajon bosdi. Ustozi uni pianinoni qoshiga yetaklab bordi. Yelkasini silab dalda berar ekan, uning qulog'iga pichirladi. Bardam bo'l, o'g'lim, omadingni bersin. Nosirjon birdam tin oldi. Minglab tomoshabin nafas olmay uning nimani chalishini kutardi. Nosirjon shuncha yillar davomida yuragida to'plagan dardu alamlari, iztiroblarini oq-qora klavishlarga to'kib soldi. Kuy avjiga chiqib borar ekan, uning qalbi nurlanib, yorug' bo'lib borayotgandek,
Dardlari arib, ko'ngli oynasi tozarib borayotgandek edi. Kuy sehridan jodulangan tinglovchilar esa ko'zlaridagi yoshni ham artmas, ko'zi ojiz Nosirjonga qo'shilib, xayol og'ushida parvoz etardilar. Kuy tindi. Bir muddat tomoshabinlar jim qolishdi. Nosirjon yaxshi chala olmadimmikan degan xavotirga tushdi. Ammo kutilmagan olqish va qarsaklardan qadimiy koshona larzaga keldi. Olqishlar uzoq vaqt to'xtamadi. Hammaning ko'zida yosh va hayrat edi. Hakamlar tomonidan O'zbekning Betxaveni deya ulug'langan Nosirjon tanlovning bosh sovrini bilan mukofotlandi. Nosirjonning Venadan qaytishi to'yga aylanib ketdi. Uning konsertini televizorda ko'rgan qarindosh urug', mahalla kuy, qo'ni-qo'shnilar, tanigan-tanimaganlar ularning uyiga oqib kelaverdi. Nosirjon o'qigan maktab rahbarlari, shaharning kattalari kelishdi. Ota-onasi shodlikdan go'yo osmonda uchib yurishardi. Ayniqsa Saida o'zini qo'yarga joy topolmasdi. Tabriklar, dil izhorlari, samimiy tilaklar aytildi. Nosirjonning otasiga so'z berildi. Nodirbek hammaga rahmat aytib, hayajonini bosa olmayotganini, ko'p gapira olmasligini, ammo bugun ayolining yostig'i ostidan topib olgan maktubni o'qib berishini aytdi va cho'ntagidan o'sha xatni olib o'qiy boshladi. Bu xat Saida tomonidan yozilgan va yostiq ostiga bekitib qo'yilgan xat edi. O'g'lim, sen dunyoga kelganingda juda suyundim. Doktorlar o'g'lingiz ko'rmaydi, ko'zi ojiz deyishganida dunyo ko'zimga tor ko'rindi. Hatto sendan voz kechmoqchi ham bo'ldim. Axir ko'zi ojiz bola menga bir umr xalaqit berardi. Boshqa ayollar kabi o'ynab kula olmasdim. Seni yetaklab to'y hashamlarga bora olmasdim-da. Hamshira seni olib kirib, ko'krak tutishim kerakligini aytganida haydab soldim. Vrachlar kirib majburlab seni qo'limga tutqazishdi. Senga nigohim tushdi-yu, dilimga iliqlik kirdi. Bu norasidada nima gunoh? Alloh shunday yaratgan ekan, bunga ham bir hikmat bordir. Yo'q, aslo jigarbandimdan voz kechmayman. Mayli yaxshi yomon ichida gap so'zga qolay, qo'ni-qo'shni oldida kulgi bo'lay, mayli dugonalarim sayru sayohat qilib yurganida men ojiz bolamni parvarishlay. Ziyofatlar mensiz o'tsin, ammo dilbandimni o'zim tarbiya qilaman. Shunday tarbiya qilayinki, hali buyuk odam bo'ladi. Shunday tarbiya qilayinki, hatto ko'zi ochiq bolalar uddalay olmagan ishlarni uddalay oladi. Shunday ahd bilan butunlay boshqa odamga aylanib, seni tug'ruqxonadan olib chiqdim. Endi yura boshlaganingda ataylab yo'lingga har xil narsalar qo'ydim. Yiqilding, yig'lading, men ham yig'ladim. Buni senga sezdirmadim. Qo'lingdan tortib turg'izdirmadim. Aksincha o'zimni beparvoday tutdim. Yiqilsang o'zing turib yo'lingda yana davom etishingni xohladim. Seni idish-tovoq yuvish, supurish, ovqat pishirishga o'rgatdim. Birovning qo'liga qarab qolmasligingni, kimgadir muhtojlik sezmasligingni istadim. Ba'zan adolatsizlik qildim. Bajara olmaydigan ishlarni buyurdim. Hayotning to'siqlariga, pasti balandiga dadil turishingni, yengib o'tishingni niyat qildim. Sen biron yutuqqa erishsang, xursandchilikdan o'zimni qo'yarga joy topa olmadim. Yum yig'ladim. Ammo senga sezdirmadim. To'xtab qolishingdan qo'rqdim.
Sen meni bemehrlikda, tosh yuraklikda ayblarsan, lekin bularning ortida yashiringan muhabbatimni dilingdan, ich-ichingdan sezasan. Men bunga ishonaman. Mana bugun shuncha yil qiynalganim, o'zimni mehrsiz qilib ko'rsatib bo'lsa-da, senga bergan tarbiyamning mevasini tortyapman. Qani endi seni bag'rimga bosa olsam, hidlaringga to'ya olsam, hatto uxlayotganingda ham bunday qila olmaganman. Uyg'onib ketsang, bilib qolasan deya eshik oldida termula-termula qaytib chiqardim. Seni juda sog'indim. Bugun kelsang, bo'ynimga teng bo'ylaringni ko'rsam, mahkam quchoqlab yuz-ko'zlaringdan o'paman. Axir bu kunni 14 yil kutdim-da o'g'lim, endi aniq bilaman. Sen o'z yo'lingni topding. Nodirbek xatni o'qib bo'lganda ko'zlari yoshga to'lgan edi. Yig'ilganlarning ham yonoqlari ho'l bo'ldi. Bu ayol suratidagi farishtaning poyiga tiz cho'kmoqqa tayyor edi. Nosirjon ko'zlarida yosh bilan onasini bag'riga otildi. Uning qalbida boshqacha, shu paytgacha chalmagan go'zal, yorqin bir ohang jaranglay boshlagan edi.